Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar, aziz birodarlar. Alloh barchalarga ikki dunyo saodatini bersin. Juma kuni muborak bo'lsin. To'g'risini aytsam, shu juma namozi o'tishini poylab turdim, lekin ozgina shu ba'zi bir narsalar odamni sal o'ylantirib qo'yadi-da. Hozirgina turib Instagramga kirsam, Toshkent shahar hokimi Jahongir akamizni Toshkent City'ni ochilishi bilan xalqimizni tabriklab, u yoqqa da'vat qilib ma'ruza qildilar. Endi to'g'risini aytsam, men shu gapirgim keladi-da. Endi o'zi to'g'risi bu narsalardan uzoqlashib, mana shu jim bo'lib ketish xohlaydi odam-u, lekin baribir kimdir gapirish kerak-da. Mayli Alloh aytgan-u, agar senga qaysidir holat yoqmasa, hech qaysi bir hokimdan qo'rqma. Men bormanki, haqiqat bo'lsa men borman degan. Endi qarang, Jahongir aka, bu meni sizga ochuvdan ochuv murojaatim. Akajon, Alloh xayrli qilsin. Alloh ishlaringizni, tadbirkorligingizni, hokimiyatingizni, qilayotgan ishlaringizni, qurilishlaringizni nimaki bo'lsa hammasiga baraka bersin. Lekin bugungi gapingizni eshitib, to'g'risini aytsam, bu qilinayotgan ishlarni hech qaysi bir xalq uchun qilinmayotganligini tushunib yetdim. Meni shaxsiy fikrim bu. Men hech kimga haqorat qilmoqchi emasman. Jahongir aka, endi aziz xalqim deb Toshkent City'ga taklif qilyapsiz-da, lekin o'tga men bilmadim, 10 ming so'mmi narx qo'yib qo'yibsizlar kirishni. Endi bu uyat to'g'risida, uyat. Astag'firulloh. Endi o'shatga ham 10 ming so'm olinglar endi. Qachon bu endi bu xalqim duosi. Endi-chi, men to'g'risini aytsam, o'zi siz hokim bo'lganingizdan keyingi endi aytsam, rosa недовольный bo'lgan, qilgan ishlaringiz bor-da. Masalan, любой qatdan kirib kelinsa, Toshkentga welcome to Tashkent yozilgan. Nima bizani nima birinchidan-da bu, masalan, mana shu gapirgan hali xalqni da'vat qilganingiz o'sha meni majbur qildi gapirishga. Anchadan beri gapirgim kelardi. Oldin endi to'g'risi ozgina cho'chirdim. Litsenziyamni olib qo'ymasin boshqa. Men nima artist emasman, Xudoga shukr. Litsenziyamni endi hech kim olmaydi meni. Endi welcome to Tashkent ko'rganda o'zi to'g'risi jahlim chiqdi menda. O'zi endi gap ochadi, gap o'tda ochadi deyshadi. Nima bizning tilimiz yo'qmi yo biz nima ingliz tilida gapirishga majburmizmi, ingliz tilida gapirishga yo bizning to'yimiz yo'qmi? Tilimiz yo'qmi bizning yo ingliz tilida gapirishga majburmizmi biz? O'zi 70 yil rus tilida gapirdi. Yetadi o'zi shu. Yozinglar bu xush kelibsiz Toshkent shahriga deb. Bu o'qisin o'sha kelayotgan inglizmi, nemismi, bu qanaqa til bu deb. G'urur bo'lish kerak odamda ozgina. Endi hozir Toshkent City'ni biletini 10 ming so'm qilib qo'yib, xalqim sizlar kelinglar, oilanglar bilan dam olib ketinglar, farzandlaringlar bilan dam olib ketinglar, shu yerda orom olinglar deb da'vat qilsiz, rahmat. Alloh ziyoda qilsin niyatlaringizni. Lekin xalqim deyish kerak emas unaqa paytda. Xalqimning Toshkent City'ga 4 ta farzandi bilan kelganda 10 ming so'mni, 60 ming so'mni tashab ketishga qiynalmaydigan qismi desangiz to'g'riroq bo'ladi. Endi beringlar endi bu. Yashasin endi bular.